Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Sardor Minecraft. Xo'sh, bugun biz oldingi hardcore'ni davom ettiramiz. Kechirasizlar do'stlar. Bu hardcore'ni ko'proq odam bilan qila olmadim, sababi qishloqqa borgan edim. Qishloqda lekin o'rtog'imning uyiga borishga vaqt bo'lmadi. Ota-onam borishmadi, borishga ruxsat berishmadi. Zarafshonda yashayman. Zarafshonni o'zida esa hozir sovuq, juda sovuq. Ko'chaga yolg'iz chiqishga ota-onam qo'yishmaydi. Yolg'iz chiqishga emas, umuman chiqishga-da. Ko'chaga uzoqqa ketish mumkin emas. O'rtog'imning uyi esa yaqinda emas. Shu sababli yolg'iz davom ettirishga majburman hozirchalik. Lekin sizlarga ko'rsatmay shuncha narsani, qishloqdagi hamma narsalarni yig'ib chiqdim. Va endi nima qilsak bo'ladi? Aytgancha do'stlar, sizlarga yana bir narsani aytishim kerak. Men 15 daqiqadan oshiq video ololmayapman. 15 daqiqadan oshiq videoni YouTube'ga qo'ysam, telefon raqam so'rayapti. Telefon raqamni yozsam, haqiqiysini kiriting deyapti. Yana bir marta yozsam, juda ko'p urindingiz. Marhamat qilib keyinroq urinib ko'ring degan yozuvni menga ko'rsatyapti. Nima desa bo'ladi endi do'stlar bunga? Xo'sh, do'stlar, men yana urinib ko'raman. Agar bo'lmasa, yarim soatlik video bo'lib qolsa, shunday o'rtasidan ikkiga bo'lamanda, birdaniga ikkita qism qilib, birdaniga ikkalasini ham chiqarib yuboraman. Xullas, ilojini topaman. Do'stlar, faqat ko'proq video bo'lib qoladi-da bu narsa. Ikkita videoni birlashtirish o'rniga ikkita qilib mana bo'ladi-da. Qisqa lekin ko'p video qo'yib yuboraman. Bu kuchuklar ko'pligi ham foyda. Shu qishloqda golem ko'rgandim men. Qayerga ketibdi? Golem odatda ko'llarni ustida bo'lardi. Qayerga ketgan endi bu golem? Do'stlar, yana bitta hardcore qilgandim. Oltin, temir yig'gandim. Uyam qurgandim qishloqdan. Xuddi shunaqa qorli qishloqdan komfort uy topib olgandim. Narsalarni joylashtirgandim. Shuna bitta o'qayib kelib, 2 marta urdi, o'lib qoldim. Nima deydi bunga? Nima desa bo'ladi? Hali do'stlar. Qayerga ketishi mumkin bu golem? Qayerga ketding golemjon? Mana bu giloslardan ehtiyot bo'lish kerak. Axir hardcore'damiz. Hozir hattoki bittagina zombi ham bizni o'ldirishga qodir. Tushunarsiz, ana shu yerda creeper portlagandi. Mana bu uyga kirmadim shekilli. Ana kirib ko'raylikchi do'stlar, nimalar bor ekan? Kirgan ekanman. Kirib hamma narsasini olib ham chiqqan ekanman. Lekin golemni topolmaganim chakki bo'ldi-da. Yana bu yerlardan yaxshiroq kon ham topib bo'lmaydi. Mayli do'stlar, shu yerda qolsammikin yoki kon topish niyatida boshqa joylarga ketsammi? Qani, hozircha menda ovqat bor. Shu sababli koordinatalarni yozib olib, bemalol bu yerdan ketish kerak. Koordinatalar 126 ga 63 ga 250. 130 ga 60 ga 260. Ne deb eslab qolsa yaxshiroq. Qancha qulay qilsa o'zimizga shuncha yaxshi. Shu yerdan oson o'tish kerak. Qani. To'xta, men kravat oldimmi? Olibman. Qishloqqa borib kravat olmasdan kelsa, nimasi bu?
Bu yerni konda bilaganda qatchoq joy. Yo'q, magma blok ko'rgan deb o'yladim. Qani kon. Oy. Shu yerni o'zi ham katta chuqur. Sal bo'lsa tushib ketardim. Yuragimni ushlab qoldim. Endi menda temir bor. Bu lavani asrab qo'yish kerak. Hali kerak bo'ladi. Ko'mir bormi menda? Yo'q, bu yerlarga ko'mirsiz kelish ilojisi yo'q. O'lib ketaman. 5 soniyaga bormasam. Balki o'lmasman. Do'stlar, ko'z tegmasin. Norm temir. Bu mana bu yerda yana bor ekan. Jona. Dahshat, ko'z tegmasin do'stlar. Ana ko'z tegdi. Bo'ldi. Shuncha temirni o'zi ham yetib qolsa kerak bizga. Naqd 6 ta. O'zi bu hardcore bo'lsa. Temir topisham katta gap. Moblar yo'q shekilli. Bu ana yerda yana temir ko'ryapman. Do'stlar, nimaga bu yerda moblar yo'q deb o'ylaysiz? Sababi hozir kun. Bu esa kichikroq shoxda ekan. Agar hozir kirkam sinsa, tamom. Bu yerga kelib bo'lmaydi. Yürü, qo'rqib ketyapman. Bo'ldi. Ketish kerak. Surish kerak beridan. Bu joylar la'natlangan. Garchi lazureti bo'lsa ham. Do'stlar, temir ko'rsam shunaqa bo'lib qolaman. Mana shu temirlarni olsam tamom. Ayni vaqtida sanash kerak-da bu. Bityapman. Bo'ldi. Bo'lsa ham kerak emas menga. Tirik bo'lsam bo'ldi. Ketdim. Qaysi tarafdan kelganim? Mana shu yerdan. O'tish kerak. Qo'rqib ketyapman do'stlar. Bu yerda hozir birorta mob paydo bo'lsa-chi. Men ozod qushman. Deyish kerak. Tezroq bu yerdan quyonni rasmini chizish kerak. Misteron tili bilan aytganda shunday. Shu payt blok tugadi. Ya. Meni bunaqa qo'rqitmaylar. Shu yerda biroz time stop qilamiz. Ana. Ayni muddo 8 ta kerak edi. Biroz to'xtab, nafasimizni oslab olamiz. Bu yerda sababi bu yerdagi niyatim lavani olib ketish. Tezroq 3 ta bo'la qolsa edi. Bo'ldi. Tamam.
aytgancha do'stlar, men pluscha rejimda o'ynayapman. E'tibor bergan bo'lsangiz, faqat tushib ketmaslik kerak. Tamam. İşimiz tugadi. Ochiq yerlarga chiqdim. Bo'ldi, endi boyagi qishloqqa ketamiz. Endi qishloq qaysi tarafda edi? 100 nechinchidir koordinataga olmishga 250 edi, 260 edi. Koordinatalarni eslab qolganim juda zo'r bo'ldi-da. Mana bu tarafda ekan. Bu tarafda. 100 mana shu tarafda mana. Qishloqning yo'llari mana shunaqa. Shu yerdan borsam chiqib qolsa kerak mana. Bo'ldi. Do'stlar, biz xavfsiz joydamiz. Mana bu qo'qni qaranglar. Mana bu yerda bitta odamni qamoq qo'yishgan. Mana buni qaranglar. O'zi qamalib olganmi yoki Ratchikam, yaxshimi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'tiring. Kech tushyapti, bironta uyga o'tirib olish kerak. Mana shunisiga o'tirsa bo'ladi menimcha. Bo'ladi. Chunki narvoni bor ekan. Moblar narvondan chiqishni bilishmaydi. Mana shu yerda men xavfsizman. Mana bunday qilsam, bundan ham xavfsiz bo'laman. Bo'ldi. Men xavfsizman. Shu yerda tunni o'tkazamiz. Yuragim yo'g'roq kirdi. Do'stlar, endi biz mana shu yerda kichikgina bazacha quramiz. Mana bu yerdagi men toshlarimni olib olay. Bo'ldi. Endi mana bu usulda bir nechta pechka yasasak, bo'ldi. To'rtta pechkamiz bor endi. Menimcha ikkitasini qo'ysam yetsa kerak. 18 ta. Tushunursin. 8 ta. Bizda ko'mir yo'q, shu sababli 4 talasini ham qo'yamiz. Mana yo'qqa buni. Yo'q desa buni. Yo'lda birinchisi tayyor. Bo'sh. Bunun ichida olmoslar bor. Demak, katta yog'ochni ishlatishga to'g'ri keladi. Do'stlar, tez orada video yakunlanadi. Sababi aytganimdek 14 daqiqadan oshishi mumkin emas. Aks holda qo'ya olmayman. Bu videodan maqsad aytaylik temirga erishish. Tayyor bo'ldi. Aytaylik temir kirka yasash. Temir kirka va bitta temir qilich. Temir kirka yasash. Mana do'stlar, tayyor. Bizda temir kirka bor. Tomoshangiz uchun rahmat. Video yakunlandi. Skinim esa o'z joyida emas. Mana buni qaranglar. Bu yerda bunaqa skin, lekin bu yerda bunaqa. Hammaylar video yakunlandi. Tomoshangiz uchun rahmat. Obuna bo'ling va like bosing. Ko'rishguncha